Assalomu alaykum Shahnur aka. Основной parkovka qilardinglar. Bu yerda hozir kranlar ko'ryapmiz, odamlar nima ishlayapsizlar o'zi? Bizning o'zi asosiy yo'nalishimiz tashqi reklama. Bu kompaniya bilan, Dimax bilan biz uzoq yillardan beri ishlab kelamiz. Mana bu naveslarni ham zaryadniy stansiyalari bilan birga qo'yib berganmiz. Hozir mana bu tomoniga 6 metrlik, balandligi 1 metr logotip tushirib beryapmiz. Narigi tomoniga ham qo'yib beramiz. Xudo xolasa bugun o'zi tugaydi bu montaj ishlarimiz. O'zi asosiy yo'nalishimiz bizning tashqi reklama, parkovka yo'nalishini bitta отдельный brend qilib 5 yil oldin boshlab olganmiz. Lekin основной yo'nalishimiz interyer, eksteryer, biznes оформленияsi. Tashqi reklamani qancha vaqtdan beri o'zasizlar? 10 yilga yaqin bo'lib qoldi. Bularga 3 yil adashmasam 4 yil oldin interyer ishlarini ham qilib berganmiz. Mana shu naveslar bilan birga oформлениясida yordam berganmiz. Bundan oldingi qishlarda, o'tgan yillar, undan oldingi yillarda qalin qorlar yog'gan, o'sha sinovlardan o'tgan garantированный amir soylargacha ham qo'yib kelganmiz. Sifatiga javob beramiz. Qorli, har xil tabiatda noqulayliklariga javob beramiz, xudo xolasa.